O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Markaziy Kengashi hamda Qurolli Kuchlar tarkibidagi vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan dastur ijrosini ta'minlash maqsadida ajdodlar izidan intellektual tanlovi o'tkazildi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida yuqori saviyada tashkil etilgan tanlov tafsilotlari bilan muxbirimiz Saytakbar Mo'minov tanishtiradi. Musobaqada tajribamiz bo'lgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasida ajdodlar izidan intellektual tanlovining vazirlik bosqichi yuqori saviyada tashkil etildi. Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish maqsadida o'tkazilgan bellashuvda may oyidagi hududiy bosqichlarda g'olib bo'lgan eng bilimdon jamoalar o'zaro kuch sinashdi. Nizomga muvofiq har bir jamoa 6 nafardan iborat yosh harbiy xizmatchilardan shakllantirilgan. Ushbu tanlovni o'tkazishning asosiy maqsadi shu vazirlik tizimidagi yoshlar o'rtasida harbiy vatanparvarlik tuyg'ularini yuksaltirish, ular o'rtasida do'stona aloqalarni shakllantirish. 14 ta jamoa ishtirok etmoqda, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahar va viloyatlarida o'z hududida g'oliblikni qo'lga kiritgan Favqulodda vaziyatlar vazirligi boshqarmasi jamoalari. Intellektual turnirda asosiy urg'u kitobxonlik madaniyati va tarixiy xotiraga qaratildi. Ishtirokchilarga o'zbek va jahon adabiyoti durdonalari, shuningdek, jadidlar merosiga oid maxsus to'plamlar asosida tayyorlangan murakkab savollar berildi. Hakamlar hay'ati jarayonlarni ochiqlik va shaffoflik mezonlari asosida baholab bordi. Bu o'yin aslida buyuk ajdodlarimiz tomonidan yozib qoldirilgan, ya'ni boy jang san'at sirlarini hozirgi paytga kelib yosh harbiy xizmatchi va xodimlarimizga buni o'rgatish. Jamoalar faqatgina o'yinda savolga javob topish emas, jamoa ishtirokchilarini saqlab qolish, tezkorlik va ulardan aniqlik bilan harakat qilish talab qilinadi. Yakuniy natijalarga ko'ra g'olib va faol ishtirokchilar Favqulodda vaziyatlar vazirligi nomidan maxsus kubok va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Shuningdek, birinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoaga vazirlik va idoralar o'rtasida o'tkaziladigan ajdodlar izidan intellektual tanlovining yakuniy bosqichida ishtirok etish uchun yo'llanma topshirildi.